Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Mijozlarimizga berishdan oldin har bir pechimiz mana shunaqa tekshiruvdan o'tadi. Gazli pechlarimiz gazga ulab tekshiriladi. Tokli pechlarimiz ham 3 fazaga ulab unda tekshirib beramiz. Bu Xinyan pechi o'zga pechlardan juda ham sifatli, yuqori sifatda ishlangan, tentlari ham 10 ta. Panel boshqaruv sifrovoylashgan. Hozir graduslarni qo'yamiz. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma yog'i qalin nержавейкalik. Mahsulotingizni bir xilda pishirib beradi. Bir xilda pishirishining sababi tentlarning orasi juda ham yaqin olingan. Ko'rishingiz mumkin. Nержавейка tentlik va issiqligini o'zida ushlaydigan mana qanday eshik ortida rezina qaplamalar bor. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.